Lekin assortiment juda katta, mana. Ko'ryapsizlar. Bu ko'chadagi assortiment. Hozir yana ichkariga kiramiz. Hali sochuvlar bor. Mana Sella brendining assortimentlari. Voy, men bilan chiroyliligini qarang. Bular hammasi dvoyka. Tepa past futbolka, shortik. Keling endi shuni bitta ochib ko'rsatib Bu yoqda bering. ham ko'rsatib yuboring, bu yoqda ham bor assortiment. Jahongir. Mana assortiment Sella brendiniki. Bular kiloga 170 mingdan. Bular. Ha, kiloga 170 mingdan. Masalan, mana bitta Bular ham pochkasini dvoykami? qo'yamiz. Dvoyka hammasi. Hammasi dvoyka. Keling oching bitta. Xo'p, bo'ladi. Klientlar maza qilsin. Bu yerda nimalar? Nech pul bular? Bular hammasi eksport mahsulotlar. Vinkiki kigizda hamma bilsa kerak. Eksport mahsulotlar sifatlari juda yaxshi. Vinkiki? Da, Vinkikiniki qarang. Mana dvoyka bular. Tepa past. Как pijama. Materiali Supreme ekan. Mana dvoykalari. Ha, bular dvoyka. Ha, albatta. Ha, bular dvoyka. Kiloga 150 mingdan. Ha, bular. Hammasi. Donasini mana shu futbolkani qo'yib bering. Bu dvoyka, futbolkani o'zi emas. Ha, futbolka emas, dvoyka mana. 150 mingdan. 22.500 so'm. Mana dvoyka, xuddi shunaqa dvoykalar. Dvoykani 22.500 ga olsangiz, juda zo'r bular eksport mahsuloti. Vinkikiniki mana. Mana dvoyka. Hozir o'rta razmeri. Buni 1-4 yoshi bor, 5-8 yoshi bor, 3-7 yoshi bor. Bu 3-7 yoshligi 27 ming so'm chiqadi. Dvoyka. Ha, dvoyka. Keling, mana shuni bitta ochinglar ichini. Bolkasi. Mana short. Voy, mana vashshe chiroyliligini qarang buni. Shu 27 ming so'm chiqdimi hozir? Albatta. Musko assortiment futbolkalar. Bularga hozir assortiment 10 dan 1 qismi desa ham bo'ladi. Bu yerda juda ham assortiment ko'p. Ochursak hammasini rasvetkasi bor har bitta modelda. Mana bu yoq hammasi Musko futbolka. Bular hammasi Musko futbolkalar. Qarang, bu materiali Lycrami deymana. Lycra ekan, Supreme Lycra ekan. Mana bular ham 100% liklari ham bor ekan, orasida 100% paxtalilar, Lycralilar ham bor ekan. Bular hammasi Musko futbolkalar ekan mana. Hammasi Musko futbolkalar. Sizning endi bu futbolkalar nech pul Musko futbolkalar? Bular kiloga 150 mingdan, donasi 20 mingdan 25 ming so'mgacha chiqadi. Atrofida. Da, shunaqa chiqadi atrofida. Razmerlar? Razmerlari, bolshimirka razmerlari ham bor. Ha, ichida. Da, katta bolshimirka razmerlari bor. Bizda da TMT bilan Limax naskilari ham bor. Keling, mana bu yoqni ko'rsatay. Assortiment hammasi ob'yom juda katta, kelinglar. Mana Limax naskilari. Trikotaj mahsulotlarini katta bazasi. Toshkent Zangiotada. Mana TMTniki naskilar. Mahsulotni oladigan joyi shot mana. Shotga kelaveringlar, assortiment katta. Maza qilib tanlab olasizlar. Mana. Klientlar mana o'ziga mahsulot yig'yapti. Sizlar ham kelinglar, tez-tez mahsulotinglarni yig'ib, olib borib savdoni qilib, yana qaytib kelinglar. Navro'joniy bodilarimiz ham bor. Bular ham kiloga 150 ming so'mdan. Keyin mana bunaqa cherebinalarimiz bor. Bular kiloga 140 ming so'mdan. Mana, ko'ring. Bular 140 mingdan. Ha, kiloga 140 mingdan. Bular 150 ming bodilar. Mana. Hurmatli xaridorlar, mana bizda O'zbekning naskilari. Bular 2 yoshgacha bo'lgan razmerlarimiz. Kilosi o'zi 200 ming so'm, 5 tasi 14 ming so'm chiqyapti. Mana 5 tasi 14 ming. Bu razmerimizni hozir sizlarga bitta ko'rib beray. 2-5 yoshli ekan, 2-5 yoshli razmerlarimiz mana 5 tasi 16 ming so'm chiqyapti. Bu 5-8 yoshli naskimiz, 5 tasi 19 ming so'm chiqyapti. O'zbekniki kilosi 200 ming so'm, 5 tasi 19 ming chiqyapti. Bizda bani xalatlar ham bor. Bularning har xil ranglari bor. Masalan, men bilan $9 Bular kiloga emas. Bular donaga. Ha, xaridorlarimiz adashib ketmasin. Bular dona narxlari $9. Bular $10. Mana bu makrovida. Bular $13.
Ha, bular Hammasini ranglari bor. qarang, bular 13 dollardan, 9 dollardan. Ochilmagan ranglari juda ham ko'p. Aha. Mana buni 10 dedingiz? Ha, bular hammasi qavat. Ya, mana buni 10 dollar Ha, dedingiz? 10 dollar. 9, 10, 13 13 dollardan ekan. Donasi. Assortiment ko'p ekan bu yerda ham. Sochiqlarimiz. Sochiqlarimiz bor. Sochiqlarimiz kiloga 80 ming so'mdan qidirib yuboramiz. Aha. Qo'l sochiqlar bor. Litsavoy banni, ikkitalik sochiqlarimiz bor. Litsalarning отдельный o'zlari bor. Keyin banni sochiq отдельный bor va sauna sochiqlarimiz ham bor. Sochiqlar narxi nechi pul dedingiz? 80 mingdan. Kilosi 80 ming sochiqlar. Buni ham bittasini tortib ko'raylik endi. Masalan, mana litsa bilan bannisini tortaylik. Ikkitalik sochiqni. Kilosi 80 ming so'm. Donasi 48.400 so'm chiqyapti. Shuni komplekt. Komplektda. Ichida ikkita bor. Ikkita. 100 bilan banni 48 ming So'm. chiqyapti. Ikkita sochuv banni bilan 100 sochuv 48 ming so'mga. Mana bu kichkina sochiqchalar emas. Kattaligi ham juda yaxshi. Aha, hozir bittasini ochib ko'rsatasiz. Albatta. Bu qancha? Bular ham kiloga 80 mingdan. Aha. Donasi 4,5 ming so'mdan chiqadi. Donasi 4,5 ming so'm. Keling, shu bitta ishonchli bo'lsa, shu 4,5 ming joyidan bitta qo'yib bering. Katta ekanda, bu kichkina salfetkacha emas ekanda bu. 4,5 ming, 4800 so'm. 4800 so'm, bu kattagina ekan. Assortiment juda katta. O'zingizlar kelib ko'rmasanglar, buni prosta videoda yetkazib bera olmaymiz hammasini. Sochiqlarning ham kilosi 1 kilosi 80 ming so'mdan. 1 kilosi 80 ming so'm. Sochiq assortimentlar. Sochiq assortimentlar dahshat. Ha, aytganchi, bularni Instagramdagi sahifaligiga a'zo bo'lib kelsanglar, a'zoligingizni ko'rsatsanglar, podpiska tashlaganinglarni, bularni o'zligini sovg'aligi bor ekan, bitta sovg'a berishar ekan. Shuning uchun shoshilinglar. Hurmatli xaridorlar, mana bizda yana Ayshaning sochiqlari keldi. Assortimentlar katta kelaveradi. Like va podpiska tugmasini bosishni unutmanglar. Sizlar bizani shu bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz ham sizlar uchun yangi videolar qilib charchamaymiz. Sizlar bizani qo'llab-quvvatlab turinglar. Biz sizlar uchun harakatdamiz. Rahmat.